Assalomu alaykum. Sam Agro e'lon kuzatuvchilari. Mana bizning bog'imizda ko'p yillik nokka ulangan, payvand qilib ulangan. Bundan 3 yil oldin ulangan. Ya'ni bahorda iskana payvand qilib ulangan nokni ko'rsatamiz sizlarga. Tagiga mana 14 yil bo'lgan nok. Tagiga 14 yil bo'lgan. 14 yillik nok. Biz shunga qaror qildikki, demak yaxshi navlarga, bozorbop navlarga ulashga qaror qilganmiz. Mana hozir ulangan joylari yorma payvand va kurtak payvand aralash bo'lgan. Ayrimlari yorma bo'lgan, mana bular yorma bo'lgan. Bular esa kurtak payvand bo'lgan. 3 yilda 6 kilogramm hosil berdi. Mana shu ko'rib turgan noklaringiz shu nokdan uzilgan. Ikkinchi yildan ham hosil bergan edi. 2023-yil ulangan. Shu kurtak urilgan joyidan sinish holati bo'lmaydimi? Shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Demak, bu yerda mana iskana payvand, bahorda qilingan iskana payvand, mana bu yerdagisi bahorda qilingan iskana payvand. Mana bu esa o'sha yilda yozga urilgan kurtak payvand. Mana shu ulangan joyi mana shu yerda mana. Sinib ketmaydi. Buning sababi, sinmasligining sababi xavotirga o'rin yo'q. Bu yerda kallus degan narsa paydo bo'ladi. Kallus to'qimi. O'shani bitqizib ketish hisobiga daraxtlar sinmaydi mana shu. Mahkam o'rnashgan. Hech qanday muammo yo'q bu yerda. Mana bu yerdan kuzatsangiz, ko'rsatsangiz, bu yerda ham mana mahkam bitib ketgan. Xuddi o'zidan chiqqanday. O'zidan chiqqanday chiqaveradi. Bayon aka, mana shu daraxt hozir yana necha yil xizmat qiladi o'rtacha? Yaxshi qaralsa shuning uchun. Demak, payvanddagi 14 yil turgan bo'lsa, payvand qilingan tepasi ham o'shanga monand bo'lib ketaveradi. Bu urug' ko'chatga qilingan. Urug' ko'chat. Behiga emas. Nokka nok urilgan. Demak, nokka nok urilgani hisobiga 300 yilgacha yashaydi deyilgan kitoblarda, ilmiy adabiyotlarda. 300 yil. Endi bir 100 yil hosil berganligini men mana o'zimni tanishlarimdan nima qilganman, eshitganman. 200 yillik nok hosil beryapti. Bayon aka, mana shu noklarni qaysi tak payvandlarga ursa bo'ladi? Mana shunday xonadonida ko'p yillik tayyor tomiri joylashgan, oziqani zo'r tortib beradigan daraxtlari bo'lsa, qaysilariga mana shu imенно nokni ursa bo'ladi? Demak, nokka ursa bo'ladi. Birinchi navbatda nokni olmaga ursa ham bo'ladi. Chunki bularning oilasi bir xil, urug'li mevalar bo'lgani uchun nok bilan olmani oilasi bitta oilaga mansub. Ikkala holatda ham bo'laveradi. Uzoq muddat yashab beradi. Buni isbot dalili sifatida, demak, nokni olmaga urgan, payvand qilgan, hosilga kirganlari ham bor. Hozir ularni ko'rsatib o'tamiz. Mana olma, 5 yillik olma, tagi olma, usti nok. Mana hozir bu yerga bitta olmaga 3 ta shoxiga, mana 3 ta shoxiga Dushes navli nok. Mana bu Dushanbe nashvatisi degan nok. Bu esa Crimson degan olma urilgan. Shu yil mana Crimsondan ham hosil olindi, olmadan ham. Dushes kelasi yil mana hosil kurtaklari bor. Dushanbe nashvatisi esa mana ko'rib turganlaringizda hosil. Mana shu real hosil ana shu. Juda ham ajoyib ko'p turibdi. Yana necha yil xizmat qilaman shu holatda? Bu nasib bo'lsa, xudo xolasa o'shanday bo'ladi. Ya'ni 100 yil, 200 yil, 300 yilgacha xizmat qilishi mumkin. Demak, bu qilingan ishimizni hovli xo'jaliklarida, aholilarda, tomorqalarda o'tkazsak bo'ladi. Buni xizmatlari bor. Agar murojaat qilsalaringiz, xuddi mana shu ishni amalga oshirib berishimiz mumkin. Demak, bu yerda mana shu qilingan noklarda olmaga urilgan nok, mana bu Dushanbe nashvatisi, bunisi Dushes, mana bu esa Crimson olmasi. 3 xil narsa urilgan. Bitta olmaga urilgan, mana isbot dalil. Hosil berdi. Xudo xolasa bu uzoq yillar xizmat qilishi mumkin.